aksiyani jinnixonasi. Qarang, o'zi 5 million 200 ming, 4,5 million so'm sotilayotgan mana shu katta xolodilnigimizga endi mana shu 4,5 million so'm pulga mana 1 millionlik mikrovolnovkani qo'shib berishar ekan. Qana ochadi buni Sardorbek? Knopkalimi? Rostmi shu gap Sardorbek? Rost. Hozir 4,5 million so'm o'zi xolodilnik shundoq ham eng kattasi mana ko'rib turibsizlar. Ichlari ham o'ta zo'r, shuni 4,5 millionga olsa, qarang. Bu haliqa muzlamasdan havo bilan sovutadigan, a? Nofrost, to'g'rimi? Shu holatda shunaqa bo'lsa ham, qaranglar hurmatli qadrdonlar. Yana 1 million so'mlik mana shu mikrovolnovkani qo'shib berishar ekan. Bunaqasi hech qayerda bo'lmasa kerak-a. Haqiqatan zo'r. Bunaqa imkoniyat faqat Albaraka taqdim qiladi. Qolaversa 4 million 200 mingdan sotilgan konditsionerlarimiz 12 talik invertorlik garantiyalar bor. 3 million 200 ming so'm bo'lib qolgan. Hali ham o'sha narx ukamiz solyapti. Mana kullerlar ham 800 ming so'mdan boshlanadi, tepaga qarab ketaveradi. Kir mashinalarimiz hali ham mana 2 million 400 ming so'm Quva tumani bo'ylab yetkazib berish, o'mar o'rnatib berishgacha 2 million 400 ming ichida bunaqa imkoniyat faqat Albarakada bor. Meni ukam Sardor Qadimdon ukam. Joni sog' bo'lsin. Faqat futbolkani shartnomasini u bekor qilib yubordi. Shunisi chata bo'ldi xullas kalom. Endi manzilni tushuntirib o'taman. O'tgan safar ichkaridan aytib qo'ysam, tashqariga chiqmadingiz deydi. O, hurmat talabda bu. Xullas kalom, mana bekat bunaqa dehqon bozoriga ketadigan joy. Deb chiqqaningizda Skoriy Quva tuman tez tibbiy yordam, To'g'ri Quva tuman markaziga borasiz. Shu yerda mana Albaraka.